Assalomu alaykum azizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun sizlar bilan tez 07 apparati bilan qisqacha komplektida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, case quti, ya'ni o'zbekcha quti ko'tarib yurishga qulay. Xo'p, bunaqa ko'targichi ikkita mahkamlangan nosi bor. Xo'p, buni ochib ko'ramiz. Xo'p, ichida bu to'liq komplekt emas. Xo'p, agar yozib qo'yilgan ko'rinmalar hammasi bo'lishi kerak. O'zi aslida zaryadchik, yomg'irdan quyishdan himoyalovchi qoplamasi, durguni qo'shimcha bunaqadan yomg'irdan quyishdan saqlanish uchun. Xo'p, apparatimizni o'zi mini отражатель. Отражателda mana bu yerda konstantasi yozib qo'yilgan bo'ladi. Shularga qarash kerak. -17,5. Shuni kiritib qo'ysa apparatda to'g'ri bo'ladi. Batareyka bizda kichkina batareykadan отражатель. Katta отражатель. Bunda ham konstanta yozilgan. Konstantasi 0. Konstanta kiritish kerak bo'lsa, agar kiritish kerak bo'lsa kiritilsa bo'ladi. Xo'p, o'zining daftar aniqlari qo'shimcha o'rganish uchun. Xo'p, kitobchalari o'zining qulay. Xo'p, o'zining kerakli kitobchalarda ko'rib chiqishingiz mumkin. Unda o'ziga kerakli buyruqlar nima qilinadi, nima qo'yiladi, nima buyruqlar bajaradi, hammasini ko'rsatib o'tilgan. Qanaqa nima bo'ladi, hammalarini rus tilida, ingliz tilida keltirib o'tilgan, turk tilida o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, yana nimalar bor? Xo'p, yana shu o'ziga kerakli prizmalari haqida. Bu 360 prizma. Prizmalarimiz 3 xil bo'ladi. Mini 360 и minimum shunga o'xshash prizmalar. O'zining fleshkasi bo'ladi. Lekin arkada qilgan. Xo'p, shular bo'ladi. Xo'p, yana bu yerda zaryadchimiz 2 xil bo'ladi. Bittasi uli, bittasi qolgan. Xo'p, yana отражателimizni tayoqchalari har biri 10 santimetrdan 10, 20, 30, har biri 30 santimetrdan 30 santimetr bo'ladi. Xo'p, biz qo'shimcha bunga o'zimiz metr qo'shib qo'yganmiz. Xo'p, apparatimiz Ligates 07R500 talik. Xo'p, 07 apparatimizning o'zi. Xudo xolisa keyingi videolarni apparat bilan tanishib boshlaymiz.